98 koyluk bu ademsiz aeroplan rastlı setilişimiz karşımda. Aval filmini göreydi. Bu aeroplanı Xiaobei 12-17 degan do'stimiz meni aytib ketdi, shuni setilib akab sinab baqdim. Agar sizlar tordan biror narsa setilishda ishkilinib qolgan bo'lsanglar, meni aytib qo'yinglar. O'zim setilib akab sinab berma. Bo'jonsi bir xil oqsa turdiya, ichib ko'rib baqaylar. Ichidan bir ta ishiltish qo'llanmasi. Xilil Yangshin Changjamin bu 4 tal maysab qo'yibdi ichiga. Qaranglar bu aeroplanning kichikligini. Nim degan umoq. Mush yo'qon orqali aeroplanni to'qashga ekansiz. Undan boshqa ayrim simmi bor ekan. Shundan jida qochilsangiz bo'ldi ekan. Zapas piqirg'ishdan 4 tal chiqadi ekan. Ost tarafı mana o'xshash yumshoq chiqadi ekan, ya qattiq tushib ketmaslik uchun. Avaya qanday savkun qilishni bilmay Shangjasdan so'rasam bir tal shiqin avat berdi. Shu bo'yicha chiqib baqaydi. Ichiga bir qildik, pinxinsin tangshaydi ekan. Teshig'i bir qildik. Qo'zg'ildi ekan. Mana usti ko'tarsak ufchidi ekan. Qil bo'lib qolamdim bu. Ya mamada cheglaydigan ekan. Boshqurish sal tezga. Voy, bo'ldi, o'zing bir sol. Ha, xili shuliyam bo'lib ketdi ham. Mamada cheglaydigan mo'shizga masalan bayli o'shidi degan bo'lsanglar. Ha, mana tok rasmiy tugabdi. Men filmni 12 minut tatibdim, 12 minut tutibdi. Mana balla bu oranjini sinab oldik sizlar ko'yininglardek. Mavo Yo'qonsining toki asalıq tugab ketmaydi. Ma kichik bo'lgan ekan, buning asallanmay tugab ketdi. To'xtamay o'ynasangiz 12 minut yetdi ekan. Onun ekan buni necha qitim o'ynagan ekan qaranglar. Manimisi sunib ketibdi. Bu narsani bir sunib ketsa 3 ni taqab aydigan olmaydi. Taqmay aytsangiz ma shamolduruvchi asan bir tekitib buzib ketdi. Shu bu narsani men yaxshi yomon demayman. Bu bir faqat kichik bir o'yinchiq ekan. Buni balangizga aytib bersangiz, unchavala uzun o'ynay olishini atayin. Nima deymiz hamdi? Pulga tushdik ekan. Haqiqiy vurunchi yapirmasangiz necha ming ko'ga nochni yapsangiz buzib etmaydi. Savkun qilishimiz nayt oson. Agar balangiz haqiqatan mushunday narsalar qiziqib qolsa, biratal yapsangiz ishni bo'lmaydi. 99 ko'yni 15 kun o'ynab buzib etsa ishni bo'lmaydi. Agar mening balam bo'lgan bo'lsa, bika uyda o'tirib telefon o'ynagandan mushunday narsani bir tal yapirdim. 15 kunda buzib etsa mayli edi. Endi har qilida har xiyol siz qanday o'ylaysiz, o'zingizning ehtiyoji qarta situatsiyangiz bo'ldi ekan, situatsiyangiz bo'ldi ekan. Taras ballar mal qaytursanlar kiraz chiqmaydigan yunfeyshan so'kka qulonlarga elib, yarmay qolsa xalqa vaqt qaytirib etsanlar, bir mo'chan ziyat topmaysiz.